Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz birodarlar va opa-singillar. Bugungi mavzumiz tushda daraxt korish ta'biri haqida. Daraxt qadimdan hayot, baraka, sabr-toqat va mustahkamlik ramzi hisoblanadi. Shu sababli tushda daraxt korish insonning hayot yo'li, imoni, oilasi, rizqi va kelajagi bilan bog'liq ma'nolarni anglatishi mumkin. Islomiy tush ta'birlarida mashhur olim Ibn Sirin daraxtni ko'pincha insonning o'zi yoki uning atrofidagi muhim shaxslar bilan bog'lab sharhlagan. Daraxtning turi, rangi, holati va tushdagi voqea tafsilotlari juda muhim ahamiyatga ega. Agar inson tushida baland, yashil va mustahkam daraxtni ko'rsa, bu yaxshi alomatdir. Bu uzoq umr, mustahkam imon, jamiyatda hurmat va barakali rizq belgisi bo'lishi mumkin. Yashil bargli daraxt hayotning o'sishi, yangi imkoniyatlar va ijobiy o'zgarishlardan darak beradi. Agar daraxt soyasida turganingizni ko'rsangiz, bu himoya va xotirjamlik ramzi hisoblanadi. Bunday tush insonning Allohning panohida ekaniga ishora sifatida talqin qilinadi. Agar daraxt mevali bo'lsa, bu alohida xushxabar sanaladi. Mevali daraxt halol rizq, foyda va mehnatning samarasi deganidir. Shirin mevalar quvonchli yangiliklar va muvaffaqiyat belgisi. Nordon yoki chirigan mevalar esa ehtiyotkorlikka chaqiradi. Bu ba'zan noto'g'ri qaror yoki nohaq daromad haqida ogohlantirish bo'lishi mumkin. Tushda daraxt ekish juda ijobiy ma'noga ega. Bu yangi bosqich, savobli amal yoki uzoq muddatli foyda keltiradigan ish boshlashni anglatadi. Ba'zi ta'birchilarga ko'ra, daraxt ekish farzand bilan bog'liq xushxabar yoki oilaviy baraka belgisi bo'lishi mumkin. Daraxt sug'orish esa sabr va mehnatning natija berishini anglatadi. Siz qilayotgan sa'y-harakatlar zoyi ketmaydi. Agar tushda daraxt qurigan yoki singan bo'lsa, bu ruhiy tushkunlik, yo'qotish yoki vaqtinchalik qiyinchiliklarni anglatishi mumkin. Barglari to'kilgan daraxt hayotda charchoq yoki umidsizlik belgisi bo'lishi ehtimoli bor. Biroq bunday tush har doim ham yomonlikni bildirmaydi. Ba'zan bu insonni o'z hayotini qayta ko'rib chiqishga, tavba qilishga yoki noto'g'ri yo'ldan qaytishga undovchi ishoradir. Tushda daraxt kesish esa ogohlantiruvchi ma'no kasb etadi. Bu qarindoshlik aloqalarining uzilishi yoki keskin qaror natijasida paydo bo'ladigan oqibatlarga ishora qilishi mumkin. Shuning uchun bunday tushdan so'ng inson o'z muomalasi va qarorlariga e'tibor berish kerak. Agar daraxt gullagan bo'lsa, bu quvonch, nikoh, yangi imkoniyat yoki muvaffaqiyat belgisi hisoblanadi. Gullagan daraxt ko'rish hayotda chiroyli davr boshlanishi mumkinligidan darak beradi. Shuni unutmaslik kerakki, tushlar 3 turga bo'linadi. Rahmoniy tush, Alloh tomonidan xushxabar yoki ogohlantirish, shaytoniy tush, qo'rqituvchi va bezovta qiluvchi, nafsiy tush, insonning kundalik o'y-fikrlari va ruhiy holatidan kelib chiqadi. Agar tush sizni bezovta qilsa, tahorat qilib 2 rakat namoz o'qish, zikr qilish va Oyatul Kursi, Falaq, Nos suralarini o'qish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, tushda daraxt korish ko'pincha hayotning o'sishi, baraka, sabr va mustahkamlik bilan bog'liq. Daraxtning sog'lom va yashil bo'lishi ijobiy alomat. Qurigan yoki singan daraxt esa ogohlantirish bo'lishi mumkin. Eng muhimi, har qanday tushni vahimaga aylantirmaslik va Allohga tavakkal qilishdir. Alloh taolo barchamizga barakali hayot, mustahkam imon va sabr ato etsin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, izoh qoldirishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.